Assalomu alaykum hammaga. Meni ismim Azimjon. Start loyihasida mentor bo'lib ishlayman. Sizlar bilan birinchi darsda qanaqa qilib KPI qo'yish kerak, KPI qo'yishdan oldin o'zi korxonada qanday ishlarni amalga oshirishimiz kerak, u bo'yicha gaplashgan edik. Endi kelinglar KPI turlari bo'yicha gaplashib chiqamiz. Aslida hammamiz KPI ni bir xil ishlatib o'rganganmiz. Ya'ni o'zi KPI ham har xil turlarga bo'linadi. Misol uchun KPI Key Performance Indicator. Ikkinchisi bor, Key RI degani bor. Ya'ni bu Key Results Indicator deydi. Ya'ni buni tarjimasi biz boshida aytdik, asosiy ijro ko'rsatkichi. Key RI bu nima? Key RI bu asosiy natija ko'rsatkichi. Ko'p tadbirkorlar o'zi aslida KRI dan foydalanishadi. Buni bilish bizga nima beradi? KPI lar o'zi asosan yakka, ya'ni bitta xodimga qo'yiladi va jamoaviy qo'yiladi. Bu nima degani? Ya'ni siz xodimingizga 1+1, ya'ni xodimingiz bitta, unga KPI qo'ysangiz, bu sizga deylik 3 beradi. Ya'ni sizga 3 barobar bo'lib qaytib keladi. Lekin jamoaviy KPI qo'yadigan bo'lsangiz 1+1 5 hatto 10 karra sizga foyda olib kelishi mumkin. Ya'ni jamoaviy KPI yakka qo'yilgan KPI dan ko'ra yaxshiroq ishlaydi. Asosiy yakka qo'yiladigan KPI lar bu KRI bo'ladi. Ya'ni qanaqadir natijaga bog'langan bo'ladi. Deylik, men savdo agenti bo'ladigan bo'lsa, aniq soni bor, nechta pul savdo qilishim. Yo bo'lmasa, deylik, nechta yangi mijoz olib kelishim kerak. Bu hammasi sonda aniq natijasi ko'rinib turibdi. Bu KRI bo'ladi. Endi jamoaviy KPI qo'yadigan bo'lsak, bo'lishi mumkin. Uni ham natijaga bog'lashimiz mumkin. Lekin jamoa ichida shunaqa xodimlar bo'ladi, u sizni kompaniyangizni rivojlantirishi uchun yangi mahsulotlar ustida, yo deylik, boshqa reklama, marketing yo'nalishida izlanib, sizga har kuni yengilliklar olib kirishi mumkin. Agar bu xodimlarni vaqtida siz rag'batlantirishni bilmasangiz, bunaqa xodimlar sizni kompaniyangizdan ketishni boshlaydi. Odatda bizni korxonada qanaqa? Bizni korxonada ham yakka sotuvchilar o'ziga alohida KPI bor va jamoaviy KPI bor. Asosan jamoaviy KPI lar bu summaga bog'lanmagan bo'ladi, ya'ni chet el sayohati bo'lishi mumkin, yo bo'lmasa qaysidir yaxshi restoranida ota-onasi bilan ujin tashkillashtirish. Ya'ni bunaqa KPI xodimlarni yana ham yaxshi ishlashiga olib keladi. Deylik, men xodim bo'ladigan bo'lsa, korxonada jamoaviy KPI qo'yilgan bo'lsa, men nafaqat o'zimni ko'rsatkichim, ya'ni o'zimning natijam, ya'ni jamoamdagi boshqa insonlarni natijasi bilan ham qiziqaman. Kerak bo'lsa, ular bilan yordam beraman. O'zimda sotuvda ishlatgan yaxshi keyslarimni jamoadoshlarim bilan bo'lishaman va bu narsa umumiy kompaniyaning rivojiga juda katta hissa qo'shadi. Endi KPI bilan KRI farqini aytadigan bo'lsak, KRI bu asosiy natija ko'rsatkichi. Hali aytganimdek, savdo agenti bo'ladigan bo'lsam, deylik, aniq menda qancha savdo qilishim. Endi KPI qanaqa bo'ladi buni deydigan bo'lsa, ya'ni men haligi mahsulotlarimni ustida ishlash jarayonida, ya'ni bozorni o'rganib, men rahbarga deylik, bozorda qaysi mahsulot ko'p sotilyapti, qaysi mahsulotga nisbatan talab oshyapti, qaysi mahsulotimizni qadog'ini o'zgartirishimiz kerakdir. Shular bo'yicha rahbariyatga doimiy ravishda yangilik olib kiraman. Mana shu qismi KPI hisoblanadi. Birinchi qismda importga javobgar xodimga qanaqa qilib KPI qo'yish kerakligini ko'rib chiqqan edik. Shu keysda uni KPI ombordagi mahsulotlarni tugab qolishiga va поставщикlar bilan uzoq muddat qarzga ishlashiga va tan narxini arzonlashtirishga qo'ygan edik. Shundan bu qaysi biri KPI, qaysi biri KRI deydigan bo'lsa, ombordagi mahsulotlarni tugab qolishi bu KRI. Ya'ni biz uni qanaqadir sonlarda ko'rib tura olamiz. KPI qanaqa bo'ladi? Tan narxi arzonlashtirish. Bu har doim ham bo'lavermaydi. Ya'ni balki sizda yilda 1 marta, 2 marta bo'ladi. Bu summa rahbariyatda o'zidan kelib chiqqan holatda xodimga berilishi kerak bo'ladi. Ya'ni qarz masalasi, ya'ni 30 kunda поставщик bilan qanaqadir kelishuv bor edi, shuni 40 kun, 45 kunga surishga erishdi va buning uchun rahbariyatdan 1 martalik, ya'ni rag'batlantirish bonus bo'lishi kerak. Bu haliga aytganimdek, yo moddiy bo'lishi kerak,
va yoki ma'naviy bo'lishi kerak. KPIlarni bunaqa bo'lishimiz bizga nima uchun kerak? Bu nafaqat natijaga erishishimiz sonda, balkim kompaniyani yangi assortiment, postavchilar bilan to'g'ri ishlash va boshqa sohalarimizni rivojlantirishiga yordam beradi. Mana bugun biza KPI turlari bo'yicha gaplashib chiqdik. Endi keyingi darsda bu KPI summalarini qayerdan olamiz? Ya'ni budjeti qayerdan shakllanadi? Savdo bo'limiga, marketingga, omborga qanaqa qilib, qaysi summada qancha qo'yishim kerak KPI degan mavzuda keyingi videolarda ko'rib chiqamiz. Shunaqa foydali videolarni o'tkazib olmaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'yinglar va kommentariyada o'z fikringizni bildiringlar.